Assalomu alaykum hurmatli No'g'at Qorijon kanal qatorchilari. Bugungi kunga 21 mart 2024 yil biz No'g'at rayonida No'g'at shahrida nereye keldik? İftarlık bozorda. Hozir iftarlık bozordan ma'lumot olamiz. Bizning olsay like bosib kommentar yozib qo'ying. Katta onda. İftarlık bozorga katta keldik. Mutlu bo'lganmiz mana. Alades bor ekan. Kalla go'sht bor ekan. No'g'at bozorida quramiz. Ha, qancha chuchuq? 1100 kilogram. 1100 kilogram quramiz. 750 so'm. Hatta ben kesip hem tartıp veriyorum. No'g'at iftarlık bozori. Tasmin qilib sotat. Ya kalvasa qancha ekan kalvasa? Kalbası 700 son. 700 so'm ekan kalvasa klass quramiz. Quramiz. Tartani aka. Salat bor ekan, o'pka bor ekan, shirbitir bor ekan. Nonlar qancha ekan go'sht nonlari? Doktor 60 son. 60 so'mdan. Go'shtdan jo'q shek qilamiz. Mana mayli non bor ekan. Mayli non ham bor ekan. No'qat qilib jo'shqu. Non qaytdiki? Nokat. No'qat ekan. İnşallah var ekan. Qancha nonlari? İnşallah. 80 so'm. Xoladashchi? Kilogram 350 so'm. Keçaydan tortmanızda tortib qo'yibsan, tingda o'tirib. Esidan chiqib tursa emas. Qanchadan? Paketdan chiqadi. Ana endi men chiqdim. Nima bering? Kichiklar qanchadan? Kalvasalar. Bu kalbasalar 500 ma 600. Alades 320. Kechki iftarlik bozordan maylidan olib ketingizlar qarangizlar. Samsa qancha samsa? Taqsir? Somsa 50 so'm, 100 so'm. Qo'ymaydi. Qo'ymaydi, ha? Dastlabki bori yo'qmi? Dastavka yo'q. Dastlabki yo'q. Kelib ko'tarasizlar. Qo'ymaydi, molmaydi ekan mana. Yaxshi samsalar qarangizlar, kechki iftarlik ekan. Oh, ciddi mazza-g'am. Voy kelinglar mana. Qancha buni rediska sinoktor? Rediska o. 40 so'm. Mana piyazlarchi? Piyaz, kashnish, kroklar 50 so'mga tushadi. Mana bodring 250 ko'sa kerak, ha? 450 ku. Ha? 250 ga O'zbekiston. Tam direkt qarangizlar, kelib olib kelsangiz bo'ladi ekan iftar bozorgacha. Taramlar bor ekan, svej. İftarlik olib kelsangiz bo'ladi ekan. Hurmatli No'g'at Qorijon kanali qatorchilari, shuni ham No'g'at Qorijon kanali istegan qo'shib, tinch bo'lsin, omon bo'linglar. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'lsin, omon bo'linglar.